Tushda yurak, ko'ngil ko'rishning ta'birlari. Tushda yurak ko'rgan kishining buyruq berishi, o'yin o'ynashi, jasoratiga, aqlli, zaki, sahiy bo'lishiga ishoradir. Yuragining o'g'irlangani va juda qo'rqqanini ko'rgan kishi aqldan ozadi. Chiqarilgan yurak yuvilib, qayta joyiga qo'yilsa, avliyo bo'ladi. Qalb bilan bog'liq tushlar juda kam ko'riladi, chunki bunday tushlarning o'rtasi yo'q. Dunyoda yo oxiratda insonning baloning so'nggi haddiga yetishini ifoda etadi. Yurak insonning dini va zakosidir. Shu bois biror kishi qalbida ko'z borligini ko'rsa, u kishining aqli zakovatiga, farosatiga, e'tiqodiga, notiqligiga ishora qilgan bo'ladi. Biror kishi qalbida illat borligini ko'rsa, shu kishining munofiqligiga ishora qilingan bo'ladi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas. Hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.